Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz ximchiska, polirovka, mo'yka xizmati hamda bu tomonda mashinalarni sotishyapti ekan. Manzilni tushuntirib o'taman. Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma qishlog'iga kiraverish birlik mahallasiga kelasizlar. Shu yerda bu tarafda mo'ykamiz joylashgan, bu tarafda mashinalarimiz joylashgan. Hozir sizlarga men shuni bir chiroyli qilib obzor qilib beraman. Ketdik bo'lmasa. Keling aka. Mashinamizni egalari bilan bir so'rashib olamiz. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsiz. Aka, bizga hozir obunachilarimiz ko'proq o'tgan safar Gentralar chiqarsak, Nexia 3 ta ham, Damas'ni ham so'rashdi. Shunga Damas'lar ham kelibdi. Bir narxlarini yoritib bersak aka. Nexia 3 dan boshlaylik. Nexia 3'imiz 17 ga 18. 17. Kraskalari toza. Kraskalari toza. 120 ming halol pok probegda. Tekshirtirishib olaveradi. Polikchi xo'llarini qilib qo'yganmiz. Metan gaz balonlari bor. 4 ta yumshoq balonlar qo'yilgan. Sizdan salonni hidi kelyapti. Yangi mashinani. 4 ta yumshoq balonlar qo'yilibdi. Ximchiskalarni qilib qo'yganmiz. Ximchiskalarni qilib qo'yishibdi buni. Metan gaz balonlar 90 talikmi aka bu? 90 talik. 90 talik balonlar ustanovka qilib qo'yishibdi. Mashinamiz tayyor holatda ekan minishga. Minishga tayyor. 100 ta gazi ham bor. Gazi bilan ekan, ana. Gazga o'chirtga turmaysizlar. Kelasizlar, olasizlar, gazda maza qilib yurasizlar. Gaz ochilguncha yetadi ishtaga. Buni endi aka narxini bir obunachilarga oladigan, keladigan qilib chotki narx aytasiz endi aka. Nech pul endi? 77 ga beraveramiz. 77 ga 7700. 7700 ga kelsalar ish bitadi aka. Bitadi. Sunnatigacha o'tib beramiz. Bo'ldi mana. Nexia 3'imizni turishlari. Kraska toza dedi. Kraskalar toza. Javob tekshirtirib olaverasizlar bemalol. Mashinamizni ko'rishi juda ajoyib holatda. 7700 ga sunnatiga o'tib berishadi akamiz. Xo'p, Cobalt'imiz. Cobalt'imizni 2020-yil. 20 yil, ha? 2020-yil. Yili 20. Balonlari yumshoq balon ekan, ha? Yumshoq balondan taqilgan. Unda ham mana yaxshi ximchiskalar qilib tayyor qilib qo'yganmiz. Metan gaz balonlari bor. Metan gaz balonlari bor ekan mana. Chekkasidan ko'rsatib qo'yasiz. Xo'p. 211 ming probeg. Zapaskalari-chi? Zapaskalari tushmagan hali. Ochib ham bo'lmay qolibdi. Ochilmaganda zapaskalar. Zapaskalar mana tushmagan holatda yangi turibdi ekan. Ko'rinyaptimi? Mashinamiz ideal holatda. Buni petnochasi bor deysiz-a, kraskasi bor, 3 ta detalda kraskasi bor. Eshik orqa kirilloda, oldi kirilloda bor. Eshigida mana bu yerda kraskasi bor ekan-ki. Mana shu shekilli, bilinib turibdi. Uncha bilingan ham yo'q, lekin chang ekan. Bu Cobalt'imizni mana turishni, ishlarini ham bir ko'rsatasiz. Ishlari ham yaxshi holatda, minadigan holatda ekan. 4 ta yumshoq balon, kalpaklari qo'yilgan. Mashina ideal holatda. Aka, buni narxini ham bir yopishtirib aytasiz endi, u ustiga qo'shmasdan o'sha obunachilarimiz kelsa, o'sha sunnatigacha o'tib turib 8800 ga beraveramiz. 8800 ga sunnatiga o'tib berasiz, ha? O'zi 9000 narx qo'yilgan. Aha. Biz obunachilarga 8800 ga. Bo'ldi. Kelaverasizlar obunachilar 8800 ga 20 dedingiz aka. 20. Yili 20-yil Cobalt. 3 ta detalida ozgina kraskasi bor ekan. Cobalt turishi lekin o'ta ideal. Nesa bo'ladi, zo'r. Xo'p, Gentramiz. Gentraga o'tamiz. Siraz bu avtomat ekan-a. Buni yili necha aka? 2022-yil. Aha. Kraskalari toza, 84 ming probegda. 2022. 84 ming probeg. Halol pok yurgani. Mashina shu yangiday turibdi ekan. Tesla monitorlargacha qo'yib qo'yganmiz, ishlab turibdi. Svetlari hamma joyida. Bitta chiqol taqib olasizlar ekan, poliklari bor ekan. Arqa holatlari 100 talik baloni bilan. Bu ham zapaskalari tushmagan ekan.
Xo'p, Bir qo'l minilgan. faralari o'ziniki, balonlar yumshoq balon qo'yishibdi. Yangi qo'yilgan. Saka diskalari bor. Oldilari o'sha o'zini farasida. Duklari ishlab turibdi. Qolgan joylari kraska toza aka. Kraskasi toza, tekshirish bo'laveradi behijolat. Aka buni endi narxini o'zingiz bilasiz aka. Bizda obunachilarga bir yopishtirib yana Sizda obunachilaringizga 12500 qilib bergan. 12500 ga beraveramiz. beraverasizlar a. Keladi, ko'radi. Boy xohlagan ustasiga tekshirtirib Ustasini olib kelib olaveradi. tekshirtirish bo'laveradi. Aybini topsa qaytarib olib kelsa muammo yo'q a. Muammosi Ayb yo'q. topilmaydi, xudo xolasa kelaverasizlar. Aybi bo'lsa aytiladi. Aha. Agar biz aytgan joydan chiqib bo'lsa boshqa joyda behijolat. Buni bitta aybi bor ekan, o'sha bitta chiqol taqib olasizlar ekan, o'sha ekan o'zlaring uchun. Bu ham Yana ayb bitta aybi bitilmaydi. bor, gaz quyib olish kerak. Ha, gaz quyib olish kerak. Ikkinchi xosqish kunida ikkita aybi bor ekan unda. Xo'p, Damasimiz aka. Shunaqa dehqonlar minadigan Damaslardan ham so'rashuvdi o'tgan safar. Yangi emas, o'sha tayyor holatda. Buni yili necha aka? 2012-yil. 2012. Xo'p, kraskalari endi chaqachqa Kraskalar bo'ladi bor, baribir. chaqachqa qo'ydi buni. Ha, eski 12 bo'lgandan keyin. Suyagi butun ammo. Bu shumka qilinganmi bu? Qilingan sumkasi. Shumkalari bor ekan. Xo'p, balonlari O'rta yumshoq balon holat ekan. Bu darajada yangi ham. Ha, yangi emas ekan, lekin yumshoq balon ekan. Yumshoq balon taqilgan. Bitta sezonga yaraydi. Bitta sezondan keyin alishtirsa bo'laveradi mana. Ozgina guli bor. Orqalari mana tonirovkalari bilan cho'tki qilib qo'yishdi akalarimiz. Ishlari ham yaxshi holatda. Polichi xol Polichi xol. tashalgan hamma yo'q. Yangida ekan. Yangi qilib yuvishib qo'yishdi. Xo'p, buni 2012 dedingiz aka? Kraskalar, chaqachuqalari bor. Chaqachuqlar. Endi buni ham bir narxini kelishtirib bizni kuzatyapti turgan shu ko'proq dehqondan keyin Rossiyadan ham kuzatishyapti ekan, yozishdi. O'shalarga bir narxini kelishtirib ayting endi aka. 3400 ga beraveramiz keling. 3400 ga baraka bo'ladi aka. Kelishsalar bo'ldi. Xo'p. Hozircha shu aka. Hozircha shu, endi qolganlarini Yana ko'p xudo xolasa sotildi, sotilganlar. yangi kelsa sraz chiqaramiz. Siz kanalni kuzatib borib, bitta like bosib qo'ysangiz biz ham xursand bo'lamiz shuncha mehnatga. Xo'p. Bitta, ikkita, to'rtta mashinamiz bor ekan shu yerda. Bemalol kelaverasizlar, narxlari o'sha. Hozir aytganimizdek. Yana yangilari chiqsa qo'yamiz. Video uchun, ketkizgan vaqtlaringiz uchun rozi bo'lasizlar.